Microsoft Word'ga diagramma qistirish. Biz Word'da ba'zi dokument hujjatlarini tayyorlagan vaqtida buningkiga son sifatli diagrammalarni qistirishga to'g'ri keldi. Bo'libmi shirkatlarda yoki idoralarda son sifatli ba'zi mazmunlarni ko'rsatgan vaqtda diagramma qistirsak, bu son sifatlarni tushunish texmo osonga to'xtaydi. Hem de bu diagramma qistirishda biz alayda boshqa yumshoq detallarni ishlatishimizning hojati yo'q. Yana boshqa siz bilib ekanmisak bo'ldi. Word'ning o'zida har xil diagrammalarni qistirish iqtidori ta'minlangan. Bu diagrammalardan foydalansak, nihoyat osonla son sifatlarimizni bir xil diagramma shakliga kirgiza olamiz. Bu darsimizni so'zlaydigan mazmunlar diagramma qistirish, diagram uchun chuqur son sifat lazım. Bu son sifat qimmatlarni berish, qistirilgan diagrammani har xil uslublar bilan tahrirlash. Biz diagramma qistirish uchun yangidan bir batachalayli yo'nalishni o'g'irladik. Diagramma qistirish uchun yana qistirish tizimligini ochamiz. Buning ichidan diagramma yoki grafik tizimligini tanlaymiz. Bu yerga qaraydigan bo'lsak, bu yerda har xil diagrammalar bor. Masalan, to'ruk shaklli diagramma, siziqli diagramma, chambar shaklli diagramma yoki baldoq shaklli diagramma degan o'xshash yana har xil diagramma turlari bor. Biz buning ichida masalan to'ruk shaklli diagrammani tanlaylik. Buni tanlagandan keyin buning ichida bir qancha xil diagramma shakllari bor. Biz bunun ichidan ma'lum bir turini tanlab, ma'qul knopkasini bossak, bu yerga diagramma qistirildi. Endi bu diagrammani ko'rish uchun bu yerda chuqur bizga son sifat lazım. Bu son sifatni biz bu yerdan kirgizib bersak bo'ldi. Masalan biz bu yerdan bir qancha turni o'chirib o'taylik. Bu yerning ismini o'zgartiraylik. Ya'ni bu yerda 4 fasl olsun, bir do'konninki 4 fasldagi kirimini diagrammada ko'rsataylik. Masalan, birinchi fasl bahor fasli, ikkinchi fasl yoz fasli, uchinchi fasl kuz fasli, to'rtinchi fasl qish fasli. Masalan, bahar faslida 150 ming yuan kirim bo'lsin. Yoz faslida 120 ming yuan kirim bo'lsin. Kuz faslida 180 ming yuan kirim bo'lsin. Qish faslida savdo azroq bo'ldi. Bu vaqtda 80 ming yuan kirim bo'lsin. Yani biz bu qimmatlarni kirgizib bo'ldik. Endi biz bu ramkani taqib olsak bo'ldi. Yani biz bir diagramma chizib oldik. Bu diagrammamizda 4 fasldagi bir do'konninki kirimini gavlandik. Yani buningki timisini Talla bazarimizning
Fasillik kirimleri deb yazaylı. Bunun kontrol anı besi bunun hemen dallı oldu. Xat nusxasını Uygurca bir xat nusxası tanışaylı. Demek bizdeki grafikimiz kıstırıldı. Hem de bununki nispeten yani bazı tanlaşlarını elip baralayımız. Mesela bu tekstninki xat nusxası diyen okşaş. Onundan başka biz bu grafikni qo'sh çekip tanlagandan keyin bu grafikka nisbeten bazı tanlashlarni elib boralaymiz. Yani bu tayyor uslublardan foydalanib bunun shaklini har xil o'zgartiramiz. Masalan, dastlabki holatda bu grafikda kirim yan taraf tutilgan. Hamda biz buni bu xil shaklga kelsak, törükninki üstüde bunun kıymeti köründü. Yoki boshqa turlarni tanlasak, shu xil shaklga kirgizamiz. Masalan, buningga o'xshash. Yoki texnik ko'p shakllarga kirgizib tanlab bersak bo'ladi. Ondan başqa bunun rəngini hər xil rənglərə tanışab bəgildi. Yəni nəhayət asanla biz grafikimizni özgərtələyimiz. Əmdə biz grafikni sızğandan keyin buni başqa xil shaklga kirgizmoqchi olsak, grafik tipini o'zgartirish deganni tanlasak bo'ladi. Yəni bu yerdan yumaloq tipni tanlayli. Tanlagandan keyin buning ichida yana bir qancha tarmoq turlarini tanlashga bo'ladi. Masalan, bu xil 3D shaklni tanladik, ma'qul knopkasini bosdik. Bizningki asli bergan qiymatlarimizga asosan bu grafik o'zi avtomatik hosil bo'ldi. Biz buni tanlab olgandan keyin yana buningki har xil uslublarni bu yerdan tanlab beramiz. Masalan, bizning yillik kirimimizningki umumiy har bir fasldagisi umumiy yillik kirimimizning ichida qanchlikni egalladi deganni bu xil shaklda o'zi avtomatik hisoblab chiqarib berdi. Ya'ni biz burun kirgizgan qiymatga asosan. Yani bahar fasldagisi 28%, yoz fasldagisi 23%, kuz fasldagisi 34%, qish fasldagisi 15% egallaydi ekan. Yani bunu xalqan şekilde nəhayət asanlam özgərtələyimiz. Yani bu Word'a grafik qısturuşun usulu. Hem de bunu qısturub bolğandan keyin, yani məlumatlarını özgərtib bolğandan keyin, yani qayta təhrirləşkiyə toğru kelgan işlər var. Mesela məlumatnınki qiymet xatolab qaldı degan o'xshash. Bu vaqtda biz bu yerda ma'lumotni tahrirlashni tanlasak, burunqi jadvalimiz yana qayta paydo bo'ldi. Bu vaqtda biz bu yerdagi qiymatlarni yana xohlagancha o'zgartirib bersak bo'ldi. Masalan, qish faslidagisini 100 ming o'zgartaylik. Bu yerga qaraydigan bo'lsak, bu grafikimizda qish faslidagi yana o'zgardi. Yana umumiy persentlar o'zgardi. Hamda biz bunun her xil grafik shaklini ko'rish uchun buni chambar shaklli grafik o'zgartgan. Lekin biz buni Wordga qistirishimizga bizningki dokladimizga mos kelmagan bo'lsa, yana buning tipini qayta o'zgartirsak bo'ladi. Yani bu turni tanlayli. Ma'qul. Yani bu o'zgardi. Word'dan grafik qistirish va tahrirlash mashg'uloti mush yerda tugadi.